balog'atga yetgan qiz yigitlarni nikohlab qo'yishlik ulug' savob ishlardan. Birodarlar, hozirgi kunda uylanishlik oson emas. Yildan yilga qiyinlashib boryapti. Kerak emas urf-odatlar, kerak emas sarf-xarajatlar, bir so'z bilan aytganda isrof ko'payib boryapti. Mana shu ma'ruzalarda eshitayotgan, masjidlarimizga kelayotgan hoji akalarimiz ham qilyapti o'sha narsalar. Shu isrofning ko'pligidan to'y qilish, uylanish, turmush qurish qiyinlashib boryapti. Kim aybdor bunga? Erkaklar aybdor. Chunki topib kelib xotinni qo'liga berib qo'yib, xohlaganini qil deyaptimi? Erkak aybdor. Bu xotinning so'zidan chiqa olmaydiganlar. Oila nima deydi? Oilasida gap o'tmaydiganlar. Yomon bo'ladi, palonchi xolam aytdi desa qilaveradi. Palonchi xolang dundul palonchi xolang. Domlalar aytib turibdi, isrof bu desa palonchi xolaning gapiga kerak. Yomon bo'lar ekan shuni qilsak, yomon bo'lar ekan. Nima bo'ladi so'raydi, aytib bera olmaydi, to'lqin aytib bera olmaydi. Oyatdan, hadisdan dalillar aytayotgan payg'ambarlarning vorisi bo'lgan ahli ilm ulamolar gapirsa gapini olmaydi. Bo'lmaydi ekan deydi. Xotinlarning diviziyasi hujumga o'tadi to'y qilayotgan paytingizda. Mana qilmaymiz desangiz, ayol kim yoshida e'tirof keladi? Ayollarda o'sha urug'da taqashadi sizni. Qilasan, bitta o'zingsiz. Tura olmaysiz, yiqitishadi. Agar dinga suyangan bo'lganingizda, qarindoshlar, xush kelibsizlar, mana to'rimiz sizlarniki. To'y qilyapmiz, mehmon bo'lib ketinglar. Pulni men topyapman, bola meniki. Manaqa to'y bo'ladi. Xohlasanglar, mana bo'lmasam katta eshik, devor olmaydi. Desa qarindosh urushiga uzilib qoladi unda deydi. Agar ma'siyat uchun qarindosh urushlik qilishlik kerak bo'lsa, buni uzish kerak. Araq qo'ymasang sen ziyofatingga kelmaymiz deyotgan bo'lsa, yig'ishtirish kerak unga qarindoshlik deydi. Erkaklar qo'ylarga rolni olinglar. Men aytgandaqa bo'ladi deylar. Chunki sizlar eshak emassizlar, pulni topib qiynalib, 6 oy, 7 oy, 1 yil Rossiyada ishlab kelib turib, 3 kunda sarflab yana ketyapsizlar. Erkaklar qo'lga olinglar, sovchilikni ham qo'lga olinglar, o'zingizlar hal qilinglar to'yni. Oson to'y qilish, oson. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qizi Fatima Zahroni Ali ibn Abi Talibga berganda nimasi bor edi Alini? Abu Bakr so'rab keldi Fatima onamizni payg'ambarimizdan. Yo'q dedi. Umar ibn Xattob so'rab keldi. Yo'q dedi. Aliga berdi. Siz bormaysizmi deydi. Abu Bakrga bermagan, Umarga bermagan, menga beradi. 22-23 ga kirgan yigit edi. Siz Rasulullohdan amakivachasiz, islomga birinchi kirgansiz, kirib so'rang beradi dedi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga o'zi sovchi bo'lib kirdi. Kirib Rasululloh birinchidan, amakivachasi ikkinchidan. Rasululloh uyda katta bo'lgan. Men shu Fatima haqida bir o'ylab ko'ruvdim deb qo'ydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xush kelibsiz, safo kelibsiz dedi. Boshqa gap bo'lmadi. Chiqib ketdi. Nima bo'ldi? Bilmayman nima bo'lganini. Nima dedi? Xush kelibsiz. Bo'ldi, qulluq olsin, sizga bitta gap ham yetar dedi. Qaranglar, hech narsasi yo'q Ali ibn Abi Talibda. Orada bir necha kun o'tdi, payg'ambarimiz bo'lavermaganida, payg'ambarimiz o'yida turganida 3-4 ta sahobalarga Rasulullohning qizini so'radim. Nima deganini bilmadim dedi. Shunda payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovut qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi. 2 kilomida 3 kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi. Mahriga 400 misqol kumushni berdi. 2 ta jonliqni Hamza ibn Abdul Muttolib so'yib to'y qilib berdi. Ali ibn Abi Talibga Fatima Zahroni Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatda 10 dan 1 chiqimi bilan berdi nikohlab. Ya'ni uyi ham yo'q o'kiyo bolani. Payg'ambarimiz masjididan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi. Endi domla u davrlarda shuna bo'lgan ekan. Endi hozir endi buni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishini o'yla birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak edi bu narsa. Payg'ambarimiz chaqirib beki dedi. Nimang bor dedi. Hech narsam yo'q dedi. Men hadiya qilgan xutomiya sovut qani dedi, bor dedi. Olib kel shuni dedi. Usmon ibn Affonga berdi, olib borib sotdi, shuni puliga to'y qilib berdi. 2 kilomida 3 kilo xurmoni o'rtaga qo'ydi. Mahriga 400 misqol kumushni berdi. 2 ta jonliqni Hamza ibn Abdul Muttolib so'yib to'y qilib berdi.
Ali ibn Abi Tolibga Fatima Zahroni Muhammad sallallohu alayhi vasallam siz bilan biz qiladigan ziyofatda 10dan 1 chiqimi bilan berdi nikohlab. Ya'ni uyi ham yo'q kuyov bolani. Payg'ambarning masjididan uzoqroq joydagi bir joyda kvartira olib berishdi. Ha, endi domla bu davrlarda shunaqa bo'lgan ekan. Endi hozir endi buni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishini o'yla birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak edi bu narsa. Shunaqa bo'lgan ekan. Endi hozir endi buni desangiz baribir xotinlar nima qilmaydi? Ishini o'yla birodarlar, shunaqa to'y qilsa bo'ladi. Faqat erkaklar hal qilish kerak edi bu narsa. Erkaklar hal qilish kerak edi bu narsa.